Assalamu alaykum hammaga YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana ben hozir sizlarga indiyskiy siren gullarimizni to'g'ri forma berib o'sish uchun qaysi paytda qilishni o'rgatmoqchiman. Men mana hozir shaxlab 4 ta shaxt to'raqqa qarab turibdi mana. Mana birida 3 ta edi. Buni 3 tani baylab qo'ydim. Mana biri ham 3 ta edi. Mana 3 ta bosh, 3 ta boshini hörib mana hörilib chiqdi bu. Mana shunday holatda o'sib yuradi, yo'g'onlashib kattalashib yuradi. Pasini barigini olib turaverasizlar. Mana pasini barigini olib tashlab baylab qo'ydim. To'g'ri o'sadi shunda. Ro'na forma beriladi bunga. Mana bir nimani sizlarga hozir ko'rsataman. Mana men 2 tani bitta ushlab olaman. Kichkintaysini o'tkazib, sochni hörgandek yaxtin bu yoqqa o'tkazib höramiz mana. Mana shunday baylab qo'yaman. O'zini mana tegi hörülüp chiqdi, ko'rib turibsizlar. Bu o'sib katta bo'lib nima qilsa, yana ham yo'g'onlashib, rosa chiroyli bo'ladi. Mana shuni mana shunaqa paytda, kichkina paytida forma berib boshlanadi-da bu. Mana shuni sizlarga ko'rsatmoqchi edim mana. Endi mana tayoqchani tiqib, buni to'g'ri qilib qo'yaman. Ildizning tagiga uncha tiqmayman. Mana tayoqchani tiqqan keyin tayoqcha ham shamol bo'lib, u bo'lsa qulab ketmasin. Shuning uchun mana bunday baylab qo'yaman buni. Qalinlashib mana uncha qismayapman mana. Sal bo'sh baylayapman. Чтобы o'sayotganda yo'g'onlashganda qisilib qolmasin. Buni ko'rib borish kerak. Uje qisilsa, ipini yechib qaytaroqdan kattaroq qilamiz. Bu mashtadan pasini mana bariga chiqsa, men olib tashlayveramiz. Men bariklarni olib tashladim. Mana shunday qilib mana forma beriladi. Bu katta daraxt bo'lib gullaydi. Bu kichkintoy edi. Bundag'ida ekkan edim. Mana uje bir yil bahorda uje ancha o'sib qoldi. Mana shunaqa qilib sizlar ham shakl berib, chiroyli qilib o'stirsanglar bo'ladi. Bu gulimiz indiyskiy siren, mana barigidan bilib turibsizlar. Tagiga bularga ham har xil vitaminlarni quyib tursanglar, yaxshi o'sadi. Hammaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.